Agar sizga sifat birinchi o'rinda bo'lsa, bu uy aynan siz uchun. Yaxshilab joylashib, hozirdan bitta like bosib qo'yinglar, ketkizgan vaqtingiz Xudo xolasa achinmaysizlar. Yunusobod Zenitda bunaqa sifatli qurilgan uyni bunaqa narxga topish juda ham qiyin, lekin men sizlar uchun bitta topib qo'ydim. Har doimgidek kirish tarafdan boshlab ko'rsatib beraman. Tashqari tarafini ko'rasizlar. Bemalol ikkita mashina sig'adi va kattagina ziloniy zonasi bor. Kirishimiz bilan naves osti bemalol ikkita mashinani sig'dirib qo'ysanglar bo'ladi yoki bu yoq tarafni tapchan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa ixchamgina landshabniy zona va mana bu yoqda dekoratsiya qilingan. Bizda yana bitta plus tarafi podvalga to'g'ridan to'g'ri eshik qoldirilgan. Bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, hovlimizda uchun ajratilgan sanuzel va mana shunaqa qozon, o'choq, mangal hamma. Bu yoqda eng zo'rini aytaymi, ulfatlar bilan o'tirganda osh qozon qilib, mana bu yerda tapchanda oshlarni pishirib, maza qilib o'tirishga menimcha hech nima yetmaydi. Bitta havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Men fasad qaranglar, atachenti. Hozir quyosh topib bera olmayman sizlarga. Agar mana shu joyda quyosh tushib turganda borib ko'zingizga ochki taqib ko'rgan bo'lardinglar bu videoyimizni. Men sizlarga aniq javob beraman, lekin juda ham chiroyli fasad qilishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qorong'i tushganda mana shu devordagi podsetniklarimiz uyimizdagi yanada go'zallik bag'ishlab turadi. Havas qilganlar bitta like bosib, qani bismillah deb uyimizni ichini ko'rib chiqamiz. Bu esa bizning uyimizning hol qismi. Qaranglar, kirib kelishimiz bilan mana shunaqa katta hol sizlarni kutib oladi. O'sha bu yoqda pardalari, kuxniylari o'sha tayyor holda qilib qo'yilgan. Mana shu ham haqiqiy tosh ishlatilgan, polностью teplый pol qilingan. Holdan kirishimiz bilan o'ng qo'lda bizda oshxonamiz bor. Oshxonamizda ham aytib o'tgandek, hamma texnikalari mujassam qilib qo'yilgan. Ko'rasizlar, hamma narsa sifatli qo'yilgan. Bu yoq ham polностью teplый pol, bu yerda o'tirib oila davrasida ovqatlanish uchun joy tashab ketilgan. Televizor va internetlarga joylar tashab ketilgan. Juda ham uyutli, ixcham oshxona bo'lgan. Bu yoqda ham e'tibor bersangiz bo'ladi, pardalargacha tashab ketilgan. Va ayollarimizdan yoqtirgan xonasi zal qismiga o'tamiz. Zal qismimizdan ham ko'ryapsizlar, qanaqa katta. Mehmon kelganda uyaltirib qo'ymaydigan zal bo'lgan. Va zalda plus bu uyimizning orqa hovlisi. Marhamat, o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Orqa hovlisining kattaligini ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli. Bu yerda ham masalan unumli foydalansa bo'ladi. Orqa hovlidan lyustrasi, to'g'risini aytaylik, mana shu qandil ham juda ham chiroyli zalga ko'rk bag'ishlab turibdi. Ayniqsa mana chagalarga ishlatilgan naqshlar ham juda ham chiroyli ochyapti. Mana shu ham haqiqiy tosh, ani Venesianka yoki da ani qo'lda chizilgan narsa emas. Va birinchi etajimizda uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonamizni ko'ryapsizlar, o'sha kravatlar qilib qo'yilgan va o'zini ichida mana shunaqa vanna sanuzellari tayyor holda turibdi. Bu xonamizning orqa oynasi, ya'ni orqa hovliga qaragan pardalar yetib qo'yilgan. Ana endi sizlar bilan birgalashib birinchi etajimizda uchun ajratilgan sanuzelni ko'ramiz. Kattaligini qaranglar, kattaligini. Sanuzelni. Bu birinchi etajimizda uchun ajratilgan sanuzel. Ana endi sizlar bilan ikkinchi etajimizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilar ekan, mana birinchi o'rinda mana shu qandil diqqat e'tiborimni tortdi. Qaranglar, qanaqa chiroyli qandilni qo'yib qo'yishgan. Xonani ko'rki bo'lib turibdi. Bitta like bosib qo'yamiz. Mana bu mozaika oynalarimizda esa mana shu zinani yonini yanada katta qilib ko'rsatib berdi. Juda ham to'g'ri tanlov. Mana shunaqa oynalar qo'yishlarni tavsiya qilaman, chunki xonasi yoki koridor kichkina joylarni yanada vizualni katta qilib ko'rsatib beradi. Ana endi birinchi bo'lib sizlarni zinadan chiqib ko'rishdagi xonani ko'rsatib beraman. Xuddi o'sha birinchi etajimizdagi xona razmer, o'zini ichida sanuzellari ham bor. Sanuzellarini ham ko'rib turibsizlar. Televizorlarga joy tashab ketilgan. Bu xonamizning oynasi ham xuddi orqa hovliga qaragan. Ana endi shu xonamizning yonidagi xonani ko'rsaman. Bu xuddi shu birinchi etajimizdagi zal bo'lyapti. Zal qismi. Xohlasanglar endi mehmon ko'p kutaman desanglar, ikkita zal o'rnidan foydalansanglar ham bo'ladi, yoki buni ham bitta yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda bizda ikkinchi etajimizda umumiy hisobda 4 ta yotoqxona va bitta umumiy sanuzel. Bu yoqda ham vanna sanuzellarigacha o'zingizlar bitta baho berasizlar. Menga mana bu kafel qilingani chiroyli yoqdi. Endi bu yoq polностью teplый pol. Endi bir xillagi mana shu kafel yoqar ekan, bir xillagi mana tarkib yoqadi. Ko'rasizlar, bu bolalar yotoqxonasi. Bu yoqda ham televizorlar, kabellar. Buni oynasi oldi hovliga qarab turibdi. Va bizda oxirgi xonamiz bo'lyapti. Bu yoqda endi balkon.
Va bizning oxirgi xonamiz xuddi shuni yonidagi bu yerda shkaflari ham qo'yilgan, juda ham akkuratni. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Bemalol qishki yozgi kiyimlar sig'adi. Podvalga keladigan bo'lsak, podvalni ham ko'rib turibsizlar. Podvalda ham olgan odam kinozal, sport zal qilib qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, manziliga to'xtaladigan bo'lsa, Yunusobod rayoni Zenit Mo'lkadan 2,5 kilometr chiqqanda bo'lyapti. Uyimizga yoqqan bo'lsa, havas qilganlar bitta like bosib, Zenitdan qarayotgan do'stlarga tezda bu videoni jo'natib qo'ying.